Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiko'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Ta'ziya. Buxoro viloyati prokuraturasi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'yicha katta yordamchisi Dilshodjon Safarov vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 38 yoshli Dilshodjon Safarov kecha sog'lig'i to'satdan yomonlashgan va shundan so'ng u vafot etgan. Dilshodjon Safarov Buxoro viloyati prokuraturasi tizimlarida jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot yo'nalishida faoliyat yuritgan. Marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etamiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytguvchidirmiz. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, o'lim hech kimdan so'rab kelmaydi. O'lim bevaqt keladi. Shunday ekan, jonimizga xaridor kelganda uni topshirmasdan ilojimiz yo'q. Shunday ekan, har bir o'tadigan kunimiz, har bir o'tadigan daqiqamiz biz uchun g'animatdir.